Kichigimda o'ynaydim o'yinchiq bilan qo'nchoqni, cho'ng bo'lding endi deb kesevetdi munchoqni deb qo'yib. Anamning kenja o'g'il nevrisi bu qatimliq qishliq ta'tilni alayda xotirlab, shtanning o'rniga yopkini kiyib yotdi. Shu sababdan cho'ng kichik, to'ng pishiq hammalarning qadamlari anamning uyiga yetdi. Ko'nglinlardek dasqonni qo'limga oldim, chaqqonlik bilan yegiga soldim. Bu mahlardan kelgan sada bo'yicha qo'noq so'man etishga tutish qildim. Ko'nglinlardek eng oldi bilan o'zimizning zuvonining ehtiyojiga asosan qo'noq unni sal ozroqroq, bug'doy unni sal jiqaroq qilib, unga muvofiq miqdorda tuz, andan bir tal xorozga qilgan tuxumdan birini chiqib, etini chang'it qilib mushunda xamirlarni yig'irib oldim. Xamining jamalini sulyo qo'l bilan obdan o'rvatgandan keyin anam o'zi bishqonliq aqlab bergan sayko'tatlarni qum bo'ralari tukchi suvda puk chayqab men mushunda yuvib oldim. Undan keyin ko'tatlarni to'g'ri olay deb ishni go'shtdan boshlabdimi? Voy, har qatim mushu go'shtga kelgan chaqdilar men ham tingji yuvib qilamdik tag'imining boldiroq ib qo'ymabdimi? Bu go'shtni shunchalik metasida to'g'rabdimi? Embalni yer vataydigicha tang oldi deb urib. Bo'ldi, undan keyin kunda bizlar yuz ko'rishib turadigan, hatto yo'gakdagi bu ahvolimiz ismini deb beralaydigan ko'sakmi anjibek yangliq tuyulib ketmaydigan piyoz, basay, jangpiza, yangyo, sho'xlak, loza qatorliqlarni yuzimga qanday shakl o'z ko'rinsa, shu bo'yicha to'g'rib oldim. Qish vaqtimi yozning seni 20 soat deydiganlar ma ben pan o'g'ini o'ylanglar. Ya'ni shu aqlliq anam yoz vaqtisi jangdoni to'g'rab, bunshangning to'ng tusanni qo'ysevetdi. Boshqa ishni qo'shmaydi ekansizlar, to'g'rab bilan bevosita to'ng tusanni qo'ysevasanlar bo'ldi ekan. Shunda qilib saylarni vosh to'g'rab olgandan keyin, endi chapni pishirgan qozonga liqida suvlarni quyib, mana o'choqning o'tini echibetdim. Anamning menga deb bergan yana bir gapini sizlarga deb birvatay. Mushu qozonga har qanday vaqt suv quygan chaqda chuqur muvofiq miqdorda tuz tashlasak, suv nihoyat tez qaynamish. Bu masala kelgan chaqda nima deb so'ramay qisanglar bo'ladi. Sababini men bilmayman. Undan keyin bug'doy uni bilan qo'nug'ini mirasa qilib yaman tasida bisivisiga chaplashtirib yug'irib olgan xamirimni ancha-muncha keltib ayvash keltirib so'manning chibiga o'xshitib binas qilay endi deb mushu chip mashinalarimni miyada qurib, men mana oldi bilan yaplaq holatda yeyib olib, undan keyin uni chukudak uzun kesib olib, andan ushshoq holatda mana shunday ding-ding qilib kesib oldim. Voy jon, jafo tatmay alovat yo'q deb kim degan gap bo'lg'iydi bu? Qo'noq so'manning chibini kesmakmi uncha vola o'ng'ay emas ekan. Buni araliqsi chaplashib alog'ini oldik qaranglar, buni arayman deb qurg'ularni bo'lib sepid ekanmiz, qurg'uni chiqaraman deb qaytadan tasmaydi ekanmiz. Shunday qilib cho'plarimni kesib bo'g'ich qilib qo'ygan suyimni qaynabdi. Andan keyin cho'pni silib, yaxshi aralashtirib o'tgandan keyin taxminan 5 minutdan 10 minutgacha araliqda qaynatib olsak, shunda bilan pishib chiqar ekan. Andan buni sovuq suvdan bir qator o'tkazib o'tib, andan cho'pni bir billiq olay deb jang yo'qib muvofiq miqdorda andan buni yaxshi aralashtirib qo'yib qo'ydim. Shunda qilib cho'pni bitirib qilib bo'lgandan keyin qizonni qisib muvofiq miqdorda moy qo'yib, andan bilan go'shtni silib bir ishga qurib o'tgandan keyin azroq tuzni silib, go'shtni sag'og'ich qovurib oldim. Undan keyin jangpizlarni silib bir ishga qurib o'tgandan keyin bosh piyoz oldim. Bosh piyozni yaxshi sag'at qurib bo'lgandan keyin o'ydi chana va g'allozini silib, buni yaxshi qurib, andan muvofiq miqdorda ochiq suv quyib, buni yaxshi qurib oldim. Undan keyin xojo unidan muvofiq miqdorda silib yaxshi qurib bo'lgandan keyin men lobo to'g'rab olgan lobo, yangyo qatorliqlarni keyin silib bir ishga qurib o'tib, andan jangdo basay qatorliqlarni keyin silib buni yaxshi qurib oldim. Undan keyin pomidorni silib suv chiqqicha yaxshi qurib bo'lgandan keyin ko'klazni silib buni bir ishga qurib o'tdim. Andan ang'ar ching saysepdim, ching saynim yaxshi qurib mizlik purg'i chiqib bo'lgandan keyin muvofiq miqdorda suvni quyib, bir ishga minut qaynatib, undan keyin palak bilan samsaqni soldim. Buni 1 minut atrofida qo'ygandan keyin belli qilib olgan cho'pni silib buni shunda qurib oldim. Bu qo'noq so'manni ma. Ammo lekin ma qo'noq so'manni ajoyib yeyish bo'ldi xonim qizlar, sizlarni o'yda cho'qim etib sinab yiqinglar. Ammo shu cho'nglarimizmi qo'noqlarmen qo'noq mundiga degandeklar noyib yaxshi ko'rdim. Cho'nglarni yoqtirib yelgan tomoqqa anda mana so'man qilsa kichiklarni noyib yoqtirib yeydi ekan, lekin cho'pini biz sal qattiq pishirib qo'yibmiz sizlar. Uzoqroq, yumshoqroq pishirishga diqqat qilsanglar bo'ladi. Mana shunday qilib o'xshab ketgan qo'noq so'manlarimizni o'ydiga cho'ng-kichik to'ng pishgan maylarni oldiga chiqqandim. Men tag'amning ayolim kirib ketgan qo'y ukam bek o'xshab ketibdi bu so'man deb shunday yoqtirib yedi. Anda men nima qilsanglar bizning uyda mana shunday bo'daklasal qaranglar. Shu tomoqlarimizni bir qo'yib yeb bo'lgandan keyin ma bir turkum bo'g'ma xonim qizlarni qaziyatdan qutulib qolsin, ispadan xonim qizlar olib kelsin deb, ham uning ustiga o'zim yeb unumini ko'rgan bo'lg'achqa, sizlar yanglar deb ularni bir qo'yib ig'izlantiribdim. Anda bo'lsa qabziyat tableti qiz qilgan xonimlar, apandalar, zuvon didoringlarni qo'ylarga tashlab qo'ysanglar, men o'zim sizlarni izlayman.